Mustamlikchilik va ruhning yaralanishi. Avtori Ruqiya Turdush. 2018 yili 8-aprel Kanada. Mustamlikchilik hozirgacha insoniyat dunyosida ig'ir qirg'inchiliklarni keltirib chiqarishi bilan qolmay, balki insoniyatning ichki dunyosida eng echinishli ro'yi kasalliklarni paydo qilib, avloddan avlodga davomlashdi. Mustamlikchilikning inson ro'yitiga yetkazgan buzg'unchiligi mustamlika qilinuvchilarga emas, mustamlika qiluvchi millatlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Mustamlikchilikning psixik benormalligi. Mustamlikchi hokimiyat ma'lum zaminni besib olgandan keyin ularning xalqlari o'zlarini besib olingan zamin xalqidan ustun ko'rish, ularni yomon ko'rish, ularni yo'qolib ketishga tegishli maxluqlar deb qarashdan iborat kamsitish va o'shmanlik psixikasini tabiiy yetildiradi. Chunki mustamlika orqali erishgan barliq ustunlik va hukmronlik ular bilan mustamlika qilinuvchi xalq o'rtasida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy, shundoqla madaniyat saviyat jihatdan zo'r darajada farq paydo qiladi. Balkim nurg'un kishilar mustamlikchilikning yaxshi yomoni yo'q deb qarashi mumkin. Ammo tarixda mustamlika bo'lgan va ig'ir zulmlarni beshidan kechirgan mustamlikchilarning bexatarlik tuyg'usi tuvan, o'ziga ishonishi kamchil bo'lganlikdan ig'ir darajada zulm va haq-huquq dafsandichiligiga uchrash tarixi yo'q mustamlikchilarga qaraganda texmi qabih bo'lganligiga oid misollarni aytdi nurg'un. Bugungi Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston va Tibet xalqini eng vahshiy usullar bilan bostirishi, qirg'inchilik uchirgan, 200 yildak surgun bo'lgan yahudilarning bugungi kunda Falastindagi kichik bolalarga zo'ravonlik qilishi buning bir misoli. Xitoy millati uzun muddat Manju va Mo'ng'ullarning mustamlikasida yashaganlikdan aslida o'zini tuvan ko'radigan psixika yetildirgan bo'lib, garchi Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib ko'chib kirgan Xitoylar Sharqi Turkiston xalqidan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ma'rif jihatda afzal o'ringa erishish orqali o'zlariga bo'lgan ishonchni turg'izish fursatiga ega bo'lgan bo'lsa-mu, toki Xitoy davlati kuchayib dunyoga doil e'lon qilishga yuz tutgan, g'arb davlatlari chekinish musofasiga qadam qo'ygan yaqinqi yillarga kelguncha ro'yi jihatda Uyg'urlar bilan raqobatlashamay kelgan. Hammadan muhimi, boshqa din va ideologiyalardan g'oyat zo'r ustunlikni egallaydigan islom dini va qo'yiq san'at puruqiga ega go'zal madaniyat bilan qurollangan Uyg'urlarni Xitoy madaniyati zodili jalb qilolmagan. Ammo yaqinqi yillardan buyon xalqarodagi siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdagi o'rinning kuchayishiga ergishib, Sharqi Turkistondagi hukmronligini mangu kapolatga ega qilish, shundoqla dunyoga kengaytirish planida Sharqi Turkistonning strategik o'rnidan mangu unumli foydalanishni nishon qilgan Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonning haqiqiy xo'jayinlari bo'lgan xalqlarning madaniyat qirg'inchiligi va har xil yo'shirin qirg'inchiliklar orqali butunlay yo'qotib o'tishga yo'lga tushdi. Natijada ishg'oliyatchi Xitoy millati birdillar ro'yi jihatda jasoratlanib, diktator hokimiyati bilan birlashib, Sharqi Turkiston xalqini madaniyat jihatdan vayron qilishga o'tdi. Tunislik yozuvchi Albert Mimmi o'zining mustamlikchi va mustamlik qilinuvchi nomli asrida har bir ishg'oliyatchining rohat farog'atda yashashining, xalqning boyliklarini bulash badiliga huquq va kuchining o'zlari besib olgan zamin xalqining qiyni badiliga kelganligini o'ylab yetolmaydiganligini, shunga tarozida davomli ularning o'zlarini qo'ygan tarafning besib ketadiganligini yozdi. U yana zulmning mustamlik qilg'uvchi va qilinuvchi har ikki tarafning ro'yitini gumron qiladiganligi haqida to'xtalib, zulm kishilarning eng asli energiyalarini chechib vayron qilib o'tadi. Mustamlik qilinuvchiga zulm qilish jarayonida o'zini sesmangadu deb yozdi. Uning qarashicha, mustamlikchi erishgan barliq oliy darajalik imkoniyatlarning nohaqchilik badaliga kelgan qonunsizlik va jinoyat ekanligini boshqalarga emas, mustamlikchi o'zi bilib turganlikdan uning ro'yitining mangu xotirjamsizlik pitib qolishini keltirib chiqaradi. Mimmining qarashicha, mustamlikchilarda manfaat, ustunlik, kuch va bularga boshqalarni vayron qilish orqali erishish haqqoniyat o'lchamining taraqqiyot omillari sifatida mavjud bo'ladi va bu mavjudlik ularning yurish turishida o'z ifodasini topadi. Mimmi bu vaqtda texmo atrofli to'xtalib, mustamlikchilarni boshqalarni vayron qilish orqali ustunlikka erishishni vijdonni ko'targuvchilar va ko'taranmaguvchilar deb ikkiga ayiradi. Bugungi kunga kelganda
Kanada hukumatining ilgari o'zlari mustamlika qilgan yerlik millatlardan afv so'rashi va ularga to'lam to'lashni qaror qilishi, ularning haqqoniyat o'lchimida oxir boshqalarning haqqiga zo'rlik bilan ega bo'lib olishdan gunohkorlik his qilish tuyg'usining ustunlikni egallaganligini ko'rsatish kerak. Xitoylarning haqqoniyat o'lchimining taraqqiyotiga mustamlikachilikdan kiradigan qanday farqli omillar bo'lishi mumkin? Xitoy ishg'oliyatchilariga nisbatan aytganda, o'zlari erishgan barliq imkonlar ularning hokimiyatining afzalligi tufaylidan qo'lga kelgan deb qaraladi. Konzichilik ideyasidagi hokimiyatga sodiqlik va kommunist jamiyatidagi fikr erkinligining bo'g'ilishi, ulardagi fikr va tafakkur erkinligini bo'g'ib qo'yganlikdan ishg'oliyatchi Xitoylar nimaning barobarlik, nimaning adolat, nimaning insonning qadr-qimmati, nimaning nomus, nimaning jinoyat ekanligini mangu tushunmay o'tib ketishi mumkin. Bu xil jaholiyat ostida Xitoy mustamlikachilarga manfaat, ustunlik, kuch va ularga erishish uchun qirg'inchilik qilishni manfaatdan voz kechmaslik emas, balki haq huquq deb bilish tuyg'usi haqqoniyat o'lchimining taraqqiyoti sifatida o'z ifodasini tepishi mumkin. Mana bu Xitoy ishg'oliyatchilarining benormal psixikasining uni dunyoga balo qazo bo'ladigan fashist ideyaga so'rishi bo'lsa kerak. Mustamlik qilingan millatlardagi o'zini tuvan ko'rish psixikasi. Mustamlika qilingan xalqlarda bo'lsa, bara-bara o'zining ojizligidan nafratlanish, ig'ir zulm ostida qolganligidan birdan-bir chiqish yo'lini mustamlika qiluvchiga chiroy, til, badan harakati, qimmat qarashi degandek hammali jihatda o'xshash orqali topmoqchi bo'lganligiga doir ahvollar davomli uchrab turadi. Ko'rib olishga bo'ladiki, buning bilan osonla hukmron millatlarni o'zidan ustun ko'rish va o'z millatini tuvan ko'rish psixikasi tug'iladi. Uzun muddat mustamlika ostida qolgan Afrika xalqi Yevropaliklarni nihoyat ustun ko'radigan psixik shakllantirgan bo'lib, Afrika davlatlari chet elliklarga nihoyat do'stona va qizg'in muomala qiladi ekan. Ammo o'zlariga kelganda bo'lsa, to'liq rahimsiz bo'lib olgan. Hozirgacha mustamlikachilikning dardini tortib, Afrikadagi namoratlikda tirkishayotgan Nigeriya davlati Obama ularni ziyorat qilganda Obamaning Amerikada taxtiga chiqish to'lqinini qo'llab 630 ming Amerika dollari yig'ib iona qilgan. Mustamlika qiluvchi bilan mustamlika qilinuvchi o'rtasidagi farq eng avval shundoqla nihoyat ro'shan holda tilda gavdalanganligi uchun mustamlikachi hammadan avval va hammadan tezla mustamlika qilinuvchining o'ziga o'xshamaydiganligini til jihatdan his qiladi. U mustamlika qilinuvchining tilining o'zining tiliga o'xshamaydiganligi tufaylidan ularni kamsitadi va chetga qoqadi. Bu chetga qiqish eng avval tilning hukmronligi bilan boshlanganlikdan mustamlika qilinuvchining o'zini tuvan ko'rish psixikasimi hukmron millatning tilini o'rganish jarayonida boshlanadi. 20-asrdagi mashhur bilim egalarining biri, ro'yi kasallar doktori va faylasuf Fransiz Fanonning eng muhim asarlaridan biri bo'lgan Qora teri va oq niqob nomli asrida hukmron millatga intilish va o'zini tuvan ko'rish psixikasi nihoyat yaxshi tahlil qilingan bo'lib, u mundaq deb yozdi. Mustamlika qilinuvchi mustamlika qiluvchi tarafidan kamsitilganligi va xorlanganligi uchun o'zining qobiliyatini to'xtamasdan mustamlika qiluvchining tilini ularga o'xshash bilishi va bilmaslik bilan o'lchab, o'zini tuvan ko'rish psixikasini yetildirib oladi. Hatto hukmron millatning tilini yaxshi so'zlay oladigan, o'z etnik to'plami ichidagilarni yaratmaydigan, qanchalik bilimlik bo'lishidan qat'iy nazar ularni tuvan ko'radigan bo'lib qoladi. Uyg'urlarda Xitoyga nisbatan bu xil psixika mavjud bo'lganmi? Esimda qilishcha 90-yillarda avtobuslarda Xitoycha so'zlashganlarni ko'rsak nafratlanardik. Xitoy hukumatining Uyg'ur ma'rifini qalaymuqallashtirishi natijasida Xitoycha ma'rifda Xitoylar bilan birga tarbiyalanganlar yuqoriroq saviyadagi ilm egallash fursatiga ega bo'ladigan bo'lsa-mu, buninglik bilan Uyg'urlar Xitoy madaniyati bilan ilm egallashni aralashtirib qo'ymadi. Xitoy madaniyatini kuchli chetga qiqish orqali o'z madaniyatini qo'g'dab keldi. Natijada Uyg'urlarda mustamlika millatlarda paydo bo'ladigan, o'zini tuvan ko'radigan ziddiyatlik va murakkab psixika umumlashmadi. Xitoycha so'zlashdan faxrlangan, boshqalarning madaniyat saviyasini Xitoy tili orqali o'lchaydigan ahvollar qisman bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu umumiy Uyg'ur millatiga vakillik qilolmaydi. Oila tarbiyasi, din va o'z madaniyatini o'zlashtirish ta'sirining kuchli bo'lishi buning asosiy omillarining biri bo'lib, diyonatlik Uyg'ur madaniyati qo'yib oilada cho'ng bo'lgan yoshlarimizning ko'pinchisining garchi Xitoycha maktabda o'qigan,
Xitoychini intayin ravon so'zlaydigan bo'lsa-mu, Xitoylarni davomliq bakmo vahshiy, aldamchi, san'atsiz millat deb qaraydiganligini uchirtib turamiz. O'zini tuvan ko'rish psixikasi mustamlika qilinuvchi millatlarning butunlay assimilyatsiya qilingan a'zolaridami murakkab va ziddiyatli ro'yi holat sifatida o'z aksini topadigan bo'lib, Fransiz Fanonning ko'rsatishicha, kichigidan hukmron millatning himoya she'rlarini yodlab, ularning qahramonlaridan faxrlanib, o'z madaniyati bilan zodili uchrashish fursatiga ega bo'lmay, cho'ng bo'lgan mustamlika eldiki bir bola reallikda hukmron millat tarafidan har qatim chetga qiqilganida o'zini tuvan ko'rish psixikasini bir baldiq taraqqiy qildirib oladi ekan. Chunki u har qatim boshqalarga har qancha o'xshash bo'lmaganlikdan to'xtamasdan o'zidan men kim degan savolni so'raydi ekan va buningga javob topolmaydi ekan. Mustamlika qiling'uvchilarning surgun hayotidagi psixika benormalligi, ro'yi jihatdagi o'zini tuvan ko'rish murakkabligi, zulmdan qutulib boshqalarning davlatiga ko'chib borgan holatdami mustamlika qiling'uvchida yanada gavdali ko'rinadigan bo'lib, ular har zaman davlat egalari bo'lgan millatlarning o'zlaridan ustun turadiganligiga, ularning davlatning hukmronlari va egasi ekanligiga ishonadi. Uyg'urlarmi buningdan mustasno emas. Uyg'urlarga selishtirganda arab madaniyati haqiqatan ustunlikni egallaydi. Uning ustiga Xitoyga qarshi yo'lanchiksiz qolgan Uyg'ur millati boshqa millatlardan o'zlariga mehribonlik ko'rganida, ularga osonlab beqinib qolganligi ezilgan millatlarning psixik tangpongini saqlayolmaganligining yana bir ifodasi edi. Natijada surgunda nurg'un Uyg'urlar orasida g'arbliklarga o'z millatiga qilmagan hurmat va yaqinchilikni ifodalaydigan ahvollar allaqachon o'z ifodasini topdi. Biz yuqorida madaniyat krizisining eng dastlabda til orqali boshlanadiganligini so'zlab o'tgan edik. Shundaqla surgunda Uyg'ur farzandlarining o'z ota-onasini o'zlari yashayotgan davlatning tilini bilmagani uchun saviyasiz hisoblaydigan ahvollarmi mavjud. Boshqalarning davlatida yashayotganligimiz uchun ularning tilini bo'libmi dunyodagi asosli aloqa quroli bo'lib kelayotgan ingliz tilini pishiq egilash va yoki Uyg'urlar ko'p sonliqni egilayotgan Turkiyadagi turk tilini egilash haqiqatan faqirlangidek ahvol. Ammo o'z ichimizdagi bu tilni bilmagan yoki yaxshi so'zlayolmaydiganlarni bilimsiz va tuvan ko'rish tilni yaxshi so'zlagani uchunla shu davlatga hukmron millatlarni to'limi cho'ng ko'rib ketish bir taraflimiligi bo'lsa, amaliyotda Fransiz Fanonning psixik tahlillarida aytilgandek o'zini tuvan ko'rish psixikasining alomatlari ekanligi aniq. Mustamlika qilingan millatlardagi ro'yi kasalliklar. Mustamlika qilingan millatlar o'zini tuvan ko'rish psixikasini yetildirib qolmay, yana nurg'un ro'yi kasalliklarga giribtor bo'lgan bo'lib, tadqiqotlarga asoslanganda Amerika qit'asida mustamlika qilingan yerlik millatlar va Afrikada mustamlika qilingan millatlardagi qo'rqish, ro'yi kasalligi va tushkunlik hukmron millatlarga selishtirganda natijasi ko'p bo'lgan. Qo'rqish ro'yi kasalligi ig'ir zulm ko'rgan, hayotida qo'rqinchli ahvollarga shohid bo'lgan yoki o'zi boshdan kechirgan jinsiy zo'rliq va yoki qo'rqinchli voqealarga uchragan kishilarda paydo bo'ladigan ro'yi kasal bo'lib, alomatlar asosan hamma narsadan haddidan ziyoda ansirash va uxlayolmaslik, ig'ir bo'lganda titrab og'zi qurib, tarlab, nafas olishi qiyinlashib, maydasini ig'ir bir narsa besib olgandek tinamay qilish, oshqozon rahatsiz bo'lib yondirib etish, hamma narsaga gumon va yomon tarafdan qarash, bo'yin va badallar tortishib qilish, burun yuz bergan qo'rqinchli voqea qayta yuz berayotgandek his qilish, davomli turmaga o'xshash hukmronlarning kontrolligida yashagan, hech narsaga o'z erki bilan muomala qilish fursatiga erishamagan xalqda eng ko'p paydo bo'ladi ekan. Ro'yi kasalliklar doktori Fannon zulm ostidagi millatlarning zulm paydo qilgan ro'yi kasallardan qutulishi faqat qurolli qarshilik ko'rsatish orqali amalga oshadiganligini o'ttirg'i qo'ygan bo'lib, agar mustamlikachiga qarshi kurash mumkin bo'lmaganda, mustamlika ostidagilarning ro'yitidagi g'azab nafratning o'ziga qartilib qoladiganligini ta'kidlagan. Hozir Amerika qit'asida yashayotgan yerlik indiyonlarning bir-biriga zo'ravonlik qilishi, ichimlik va zaharlik chekimlikka eng ko'p berilib ketishi, oila jidal majrolarining tugamasligi va ko'pincha bolalarning yetim qilish qatorliq masalalarning ig'ir bo'lishi, ularning burunqi madaniyat qirg'inchiligi duch kelganligining natijasi bo'lib, psixikasida paydo bo'lgan g'azab va nafrat, bo'zaq qilish eng oson bo'lgan o'z millatiga qartilganligining bir isboti bo'lsa kerak. Ular ko'p hollarda ro'y jihatga normalsizlik,
tushkunlik va chorsizlikdan qutulishning yo'llarini zaharlik chekimlik va kayf surishdan izlagan. Gerçi zulm ko'tarib etilgan taqdirdami nurg'un ro'yi kasalliklar ota-ona oila tarbiyasi orqali ota-onasining quypayli xilq mijozlarida ifodalangan ro'yi normalsizlikni o'zlashtirish, jamiyatda o'zi aralashgan odamlarning mijoz xulqidagi ro'yi normalsizliklarni o'zlashtirib olish orqali va shundaqla ba'zi ro'yi kasalliklar bo'lsa, nerv sistemlarida iz qoldirgandan keyin bolaga bevosita meros bo'lib o'tishi orqali avloddan avlodga davomlashishi mumkin. Bo'libmi ko'p miqdordagi ichimlik ichgan zaharlik chekimlik chekkanlarning xarakteridagi normalsizlik va shundaqla mingsi uchirgan zahmat bolaga irsiyat bo'lib agishib mengishi tajribalardan o'tgan. Natijada avloddan avlodga qoladigan bu xil ro'yi kasalliklar ma'lum darajada yamarganda bir butun millatning umumlashgan psixik xarakteri bo'lib shakllanib qoladiganligi amaliyotga intayin yaqin. Xulosa Uyg'ur jamiyatidami nafrat va ochiqni chiqarishni o'zining millatiga qaratish psixik normalsizlikning bir qismi shaklda yamrashga boshlagan bo'lib, boshqa millatlarni emas, o'z ichidagilarni tortib tushirish bilan hapilishish, o'z millatidan bo'g'anlarni setish, aldash va qo'ymichilik qilish davomli ko'rilib turmoqda. Agar Uyg'urlarda bu xil psixik umumlashib ketsa, har bir Uyg'ur o'z qarindoshlarini putlash orqali olg'a ilgirlashga tirishsa, eng oxirida hech kim olg'a ilgirlayolmaydi. Balki butun bir millat yiqiladi. Qo'rqinch va tushkunlik xarakterini olgan benormallik, ro'yi kasalliklarning paydo bo'lishi va davomlashishi, zulm to'xtatilib, ma'lum haq-huquqlarga erishgan taqdirdami, ichinishli holda davomlashib, millatning yuragiga o'rnab ketadi. Ular ishg'oliyatchi hukmronlar bilan bo'lgan kundalik turmushdagi har bir uchrashishda o'z ifodasini topadi. O'z vaqtida qul qilingan qora tanliklarning avlodlarining nurg'unlarining erkinlikka erishib turibmi yanada qulluq psixiklardan qutulolmasligi, yerlik indiyonlarning nurg'un haq-huquqlarga erishibmi vayronchilikdan qutulolmasligi ko'z oldimizda bizni cho'nqur uyg'otib turibdi. Biz cho'qim zulm paydo qiluvchi nafratni o'zimizga qartilib qilishdan saqlanish uchun bu nafratni dushmanimizga qartishning yo'lini tepib chiqishimiz kerak. Qanchalik badal to'lanishdan qat'iy nazar bu bir butun millatning avloddan avlodga davomlashadigan mangu ro'yi patqoqib ketib qolishdan qutulishning eng unumli yo'li va o'zimizni yo'qotishga qarab yo'linishning oldini olishdagi birdan-bir usulidir. 2020 yili 11 aprel Uyg'ur tili